Hammaga hayyo akalar TDMda endi Zalyutni bemalol o'chirsanglar bo'ladi. Zalyut o'zim nima bilmaganlar uchun aytib o'taman. Bu TDMda operativniydagi o'qiylarni tekis yetib olishi va hid berishini ta'minlaydi. Zalyutni o'chirish uchun nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda Zalyutlarni o'chirishinglar uchun pinginglar yaxshi bo'lishi kerak, device'inglar yaxshi bo'lishi kerak va optimizatsiya bo'lishi kerak. Chuvствительностьinglar ham yaxshi bo'lishi kerak. Keyin o'tayotganda protselining nuqtasini ko'ryapsizlar. O'shani kallasidan sal teparoq qilib, xotirjam o'tirib, naklon qilib ochishinglar kerak bo'ladi. Shunda o'qinglarning Zalyuti ancha yaxshi bo'ladi. Grafiklarning tepasini yana oxiriga tushirib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Nastroykadan grafikaga o'tib olamiz birinchi o'rinda. Ko'ryapsizlar. Grafikam birinchisi oxirida, pastki qismi eng borida turibdi. Sizlarniki ham xuddi shu holatda bo'lishi kerak. Pastida birinchi, ikkinchisi turibdi, shuni ikkinchisiga tushirib qo'yasizlar. Pastroqda 80-120 turgan bo'lsa, sizlarda uni ham 80 ga tushirib, eng pastini boriga qo'yib qo'yasizlar. Va bu yo'lda tur X deb yoqasizlar, quvvat tejashni ham yoqib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Va pasti o'sha. Keyingisi chuvствительностьinglar. Ya'ni chuvствительностьinglar tez bo'lmasa kerak, ancha sekin bo'lishi kerak. Ko'ryapsizlar bo'ladi mana chuvствительностьni. Tepada ta'kidlagandek, mana shu yerda hozir qanday olishni sizlarga o'rgatib ketaman. Eng katta xatolardan biri ko'p kishi o'ylaydi, joystikni tez qimirlatib olsam, mana o'qim tezroq yetib boradi. Yo'q. Joystikni tez qimirlatib ochish bu xato. O'tirib, bemalol joystikni o'ngga, chapga tortib, yana o'tirib, o'ngga, chapga tortib, bemalol o'tsanglar, o'qinglar yaxshi yetib boradi. O'tayotganda ham kallasini teparoqga to'g'rilab o'tsanglar, hid berish imkoniyatinglar ancha oshadi. Keyin optimizatsiya. iPhone va Android uchun optimizatsiyani Telegram kanalimga qoldiraman. Telegram kanalim opsiyasida bor. Va yana bir narsa, hammada lobbyda turganinglarda chap tarafda bulutcha turadi, ya'ni narsalarni zagrozka qilib olganinglar. Bularni hammasini o'chirib tashlash kerak va TDMda ancha Zalyutlar ko'tariladi, buni uddalib qo'ysanglar ham. Menda hammasi doim uddalib turgan bo'ladi va har hafta bu ishni takrorlab turinglar, o'zidan o'zi avtomatik tortib olish ham mumkin. Ko'rib turganinglardek hammasi tayyor. Xuddi shu ishni takrorlab TDMga kirasiz va o'ynaysiz. Bemalol 2-3 ta hid beradi. Va keyin javobni kommentariyaga yozib qo'yinglar akalar. Keyingi videoda TDM top 14 ta sirini o'rgataman. Bu sirlar orqali siz operativningizning miyasiga zagruzka berib olasiz va O'zbekiston bo'yicha esinga